Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Buldrop to'pin keys qilamiz. Hozircha meni Buldropda 9 ta coinim bor. Undan oldin men sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Bu yerda shunaqa har xil konkurslarga beraman. Har xil narsalarga beraman. O'tib obuna bo'lib qo'yish maslahat beraman. Poiskga Grex Bul deb yozsanglar chiqib keladi. 17 ta obunachi bor hozircha. Bo'lmasa open keysni boshlaymiz. Buldrop shunaqa jinni qolyapti. Hammada shunaqami? Boshlanishiga shu 59 lik keysdan bitta ochib ko'ramiz. Kichik harfdan bitta. Shulardan Orochi. Yaxshi, boshlanishiga bo'ladi. Chiqamiz bu yerdan. Video oxirida risk qilib pulimiz qolsa shu 699 likdan bitta ochmoqchiman. Qanaqa keyslar bor? Kommentariyaga keys yozib ketinglar, keyin esa open keyslarda o'qib ochishga harakat qilaman. Hozircha shu 99 likdan bitta chixaf bilan ochib ko'ramiz. Uzoq 10 soatlik video bo'ladi. Buldrop qatyaptimi juda? Phantom 51 minus, katta minus emas. Yana bitta ochib ko'ramiz. Ko'zimdan so'ragan berdi. Yana shuni berdi. Necha foiz buni shansi? 42%. Nima kirdimiz bu keysga 42% narsa bor ekan. Shovqinga e'tibor bermaysizlar, shu 84 likdan bitta ochamiz. Ko'chada olyapman bu videoda. Bitta ochib ko'ramiz. Chekkalardan muslim berib bitta. $162 mi? Yo'q, 70. Yana bitta ochamiz. Unaqa katta minus bermaganiga. Shulardan bitta berib. Yeba. Nechasiga qarab ham qo'ymayapman. 24% ekan. Yana bitta ochamizmi yoki bu keysdan chiqamiz. Keysdan ham chiqdik. Xudo xolasa. Endi qanaqa keysga kirib qoldi. Chiqay. Buldrop sal jinnilik qilyapti. Videomiz 3 minutlik bo'libdi. Endi qaysi keysdan ochsak bo'ladi? Hozir men shu keysga bir kirgim keldi juda. Foizlarni ko'rib chiqa olamiz. 0.2% narsa bor ekan. 1%, 1%, 4%, 13% narsa bor ekan. Qilib ko'ramiz. 11%. Ya, bu keysni ochishni maslahat bermayman. Yaxshi keys emas ekan. Qanaqa keyslar bor? Videoga like, obuna bo'lsangiz, jigarlar. Shundan bitta o'rtacha hafta ochib o'ramiz. Ketdi. Shuni. Bilib. Yana bitta ochamiz.
o'zi narsa bor ekan bu yerda. Minusini qoplasin. Dragon 522 vermadi. Minus ikkitasida ham 642 balansimiz qoldi. Qani shu Neymar'dan ochib ko'rish orzuyim bo'lardi. Shundan bitta ochib ko'ramiz. Beraversa yaxshi. Bismillah deb bitta ochamiz. Risk qildik. Shunga yarasha yaxshi narsa bersin. Yepa minus. Yana bitta ochamiz. Okeydan o'zini bo'lsa ham beraver shulardan bitta. Yepa. Uy, starterek beraverdi. Yaxshi. Okeydan ham chiqamiz. Birlikka chiqib oldik. 6 minutlik videomiz bo'ldi. Aytganimdek bitta risk ko'ramiz. Shu bilan video tugatamiz. Nettiligi edi bu so'zi. Bunaqa geyslarni ochish oldin men orzuyim bo'lardi. Voy, yetmaydi ekanda. O'yin o'ynab ko'ramiz. Saper o'ynab ko'raylik bitta. Saperdan 11-9 tikib ko'ramiz. Qani ketdi. 18 yana bitta talab. Voy. Minus. Nima qilsak bo'ladi? Xudo xohlasa bitta boshqa keysda risk ko'ramiz. Shu bilan boshqa keysda video tugataveramiz. Hozir 7 minutlik video bo'ldi. Shu 399 dan bitta ochib tugataveramiz videomizni. Videoga like, obuna bosib, kommentariyaga keys yozib ketinglar. Keyingi safar qo'ldan kelgancha keyslarni ochishga harakat qilib ko'raman. 15%. Yaxshidan beraversa bo'ladi. Yo'q, minus. Yana bitta ochayım. Qani bitta ochaychi yana. Ko'zini ochaylikni bilmayapmiz. Oho. 409 ekan yaxshi. Yana bitta ochib tugatamiz videomizni. Kunimizdan tugatamiz. Yaxshidan beraversa bo'ladimi? Videomiz tugadi bolalar. Videoga like, obuna bosib, kommentariyaga keys yozib ketinglar.